Filippok Lev Tolstoy. Bir bola bo'lib, uning ismi Filipp edi. Erta tongda uning akalari maktabga ketishdi. Filipp ham shlyapasini olib, ularning ortidan ketmoqchi bo'ldi. Ammo onasi unga: "Qayoqqa ketyapsan, Filippok?" dedi. "Maktabga", deya javob berdi Filippok. "Sen hali juda yoshsan, bormaysan", deya onasi uni uyda qoldirib ketdi. Bolalar maktabga ketishdi. Dadasi o'rmonga, onasi kunduzgi ishga, navbatchilikka ketdi. Kulbada Filippok pechka ustidagi buvisi bilan birga qoldi. Buvisi uxlab qolgach, Filippok yolg'iz zerikdi va shlyapasini qidira boshladi. U o'zining shlyapasini topa olmagach, otasining eski shlyapasini kiyib maktabga bordi. Maktab qishloqdan tashqarida, cherkov yonida edi. Filipp o'zi yashaydigan hududdan o'tayotganda itlar unga tegmadi, uni tanidi. Ammo u boshqa odamlarning hovlisiga o'tganda oldidan Bug laqabli it sakrab chiqib, unga qarab hura boshladi. Bugning orqasida katta it Volchok ham bor edi. Filippok qocha boshladi. Itlar uning orqasidan quvdi. Filippok qichqirgancha chopaverdi va to'satdan qoqilib yiqildi. Uning oldidan bir kishi chiqib qoldi va itlarni haydab yubordi. So'ng Filippokka qarab dedi: "Qayerdansan? Nega yolg'iz yugurib yuribsan?" Filippok u kishiga hech narsa demay, bor kuchi bilan yugurgancha maktab tomon yo'l oldi. Maktab ayvonida hech kim yo'q edi. Ichkarida esa bolalarning ovozi eshitilardi. Filippokda qo'rquv paydo bo'ldi va u nima qilishni o'ylay boshladi. Filippok sekin eshik tomon yurdi va shlyapasini yechib, eshikni ochdi. Sinfxona bolalar bilan gavjum edi. "Kimsiz?" deya baqirdi o'qituvchi Filippokka. Filippok shlyapasini qo'liga oldi, biroq unga hech narsa demadi. "Siz kimsiz?" Filippok yana jim qoldi. U juda qo'rqqandan gapira olmasdi. "Gaplashishni xohlamasangiz, uyingizga boring." Filippok javob bera olganida xursand bo'lardi-yu, ammo uning tomog'i qo'rquvdan qurib qolgan edi. U o'qituvchiga qarab yig'lay boshladi. Shunda o'qituvchining unga rahmi keldi. Boshini silab, o'quvchilardan bu bola kimligini so'radi. "Bu Filippok, Kostyushkaning ukasi. U anchadan beri maktabga borishni onasidan so'raydi, lekin onasi unga ruxsat bermaydi." "Xo'sh, akangizning yonidagi o'rindiqqa o'tiring. Men onangizdan maktabga kelishingiz uchun ruxsat berishini so'rayman." O'qituvchi Filippokka harflarni ko'rsata boshladi. Filippok esa ularni allaqachon bilar va biroz o'qiy olardi. "Qani, ismingizni o'qib bering-chi?" Filippok o'qiy boshladi. Xvi, Li, Pok. Hamma kulib yubordi. "Yaxshi", dedi o'qituvchi. "Sizga o'qishni kim o'rgatgan?" Filippok jur'at etib dedi: "Kostyushka." O'shandan beri Filippok bolalar bilan maktabga qatnay boshladi.